Salom, mening ismim Emily va men Xumber va Shimoliy Yorkshire mintaqasida aksherman va men bugun siz bilan birinchi buyurtma uchrashuvingizdan nimani kutishingiz mumkinligi haqida bir oz gaplashish uchun keldim. Rezervatsion uchrashuvi odatda aksher bilan birinchi tugruq tekshiruvi hisoblanadi. Bu odatda homiladorlikning 8 va 10 haftalari orasida sodir bo'ladi. Bu sizning sog'ligingiz, homiladorligingiz va sizga taqdim etilgan yordam haqida gapirish imkoniyatidir. Uchrashuv taxminan 1 soat davom etishi mumkin. Va biz sizning tibbiy tarixingiz, oilaviy tarixingiz, oldingi homiladorliklaringiz, agar mavjud bo'lsa, ruhiy salomatligingiz va farovonligingiz, ijtimoiy tarixingiz, jumladan hozirgi uy-joy ahvolingiz, qo'llab-quvvatlash tarmogingiz va oldingi yordamingiz haqida batafsil suhbatni o'z ichiga olamiz. Biz sizning turmush tarzingiz, jumladan chekish, spirtli ichimliklar va ovqatlanish talablari haqida gaplashamiz. Agar siz hali foliy kislotasi qo'shimchasini qabul qilishni boshlamagan bo'lsangiz, homiladorlikning 13-haftasigacha har kuni 400 mikrogramm foliy kislotasi qabul qilishingizni tavsiya qilamiz. Bu chaqaloqda ba'zi asab naychasi nuqsonlarining oldini olishga yordam beradi. Ba'zi odamlar uchun foliy kislotasining yuqoriroq dozasini buyurish kerak bo'ladi. Masalan, ora hujayrali anemiya, folat yetishmovchiligi, tana massasi indeksi 30 dan yuqori bo'lganlar yoki ayrim dori vositalarini qabul qilayotganlar. Agar bu sizga tegishli bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, imkon qadar tezroq shifokoringiz bilan maslahatlashishingizni so'raymiz. Iltimos, uchrashuvlaringiz davomida sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday muloqot ehtiyojlari yoki yordamchi vositalar va moslashuvlar haqida biz bilan gaplashing. Agar ingliz tili sizning ona tilingiz bo'lmasa, biz sizga bepul professional tarjimonlik xizmatlarini taqdim etamiz. Bu sizga to'g'ri ma'lumot, jumladan tibbiy atamalarni ham yetkazilishini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Biz siz bilan homiladorlikka oid yozuvlaringizni ulashish uchun Badgenet kabi raqamli vositalardan foydalanamiz. Sizning aksherkangiz Badgeno test va tahlil natijalariga qanday kirish mumkinligini, shuningdek, uchrashuvlaringizni qanday nazorat qilishni tushuntirib beradi. Uchrashuv davomida aksherkangiz sizning qon bosimingizni o'lchashni va siydik namunangizni infeksiya bor yo'qligini tekshirish uchun laboratoriyaga yuborishni taklif qiladi. Ular homiladorlik davrida muntazam qon tahlillari va siz uchun mavjud bo'lgan skrining variantlari haqida siz bilan suhbatlashadi. Ular tug'ruq muddatingizni taxmin qilishda yordam beradi va homiladorlikning taxminan 12 haftasida o'tkaziladigan dastlabki ultratovush tekshiruvi hamda boshqa skanerlash uchrashuvlari haqida gapirib beradi. Shuningdek, ular sizga antenatal parvarish qayerda ko'rsatilishi va qayerda tug'ruq qilishni tanlashingiz bo'yicha mavjud bo'lgan turli imkoniyatlarni muhokama qiladi. Uchrashuvdan maksimal darajada foydalanish uchun oldindan tayyorlanib kelish foydali bo'ladi. Iltimos, hozirda qabul qilayotgan dori-darmonlaringizni, o'zingiz va bolaning biologik otasining tibbiy tarixini, avvalgi homiladorliklar haqidagi ma'lumotlarni, agar mavjud bo'lsa boshqa shifoxonalardan olingan hujjatlarni, sizda bo'lishi mumkin bo'lgan savollar yoki xavotirlar ro'yxatini olib keling va bu uchrashuvga o'zingiz bilan turmush o'rtog'ingiz yoki do'stingizni ham olib kelishingiz mumkin. Biz sizni qo'llab-quvvatlashingizni his qilishingizni xohlaymiz. Biroq ushbu uchrashuvning boshida sizni yolg'iz ko'rish so'raladi. Bu bizga nozik va shaxsiy savollarni berish imkoniyatini beradi. Agar o'tmishda travma, ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar bo'lgan bo'lsa yoki uyda biror narsadan xavotirda bo'lsangiz, biz bilan gaplashishingiz mumkinligini biling. Biz hukm qilmasdan tinglash va qo'llab-quvvatlash uchun shu yerdamiz. Ushbu suhbatlardan so'ng sizning doyangiz sizni qo'shimcha xizmatda qo'llab-quvvatlashi mumkin. Ushbu suhbatlardan so'ng, agar kerak bo'lsa, doyangiz sizni qo'shimcha xizmatlarga yo'naltirishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish uchrashuvingizdan so'ng, biz keyingi qadamlaringizni rejalashtiramiz, jumladan, o'zi tekshiruvlari, homiladorlik bo'yicha darslar va doya yoki aksher ginekolog bilan keyingi tekshiruvlarni. Shuningdek, uchrashuvlar oralig'ida yordamga muhtoj bo'lsangiz, biz bilan qanday bog'lanish haqida ma'lumot ham beriladi. Homiladorlikning dastlabki bosqichlari biroz og'ir tuyulishi mumkinligini bilamiz, lekin siz yolg'iz emassiz. Biz bu yo'lda har bir qadamingizda o'zingizni xavfsiz, eshitilgan va qo'llab-quvvatlangan his qilishingiz uchun shu yerdamiz. Siz bilan tez orada uchrashishni intiqlik bilan kutamiz. Men hammasini xatosiz aytib chiqaman, lekin baribir, agar xato bo'lsa, uni tahrir qilib tashlaymiz.